Ruhlar zaminidagi Tangsan Aston Griffin halokat ma'budiga qarshi. Aston Griffin, Haoyue, samoviy g'azab va halokat ma'budi. Eng yuqori kuch darajasi kosmik 9-daraja. Asl qiyofasida 9 boshli kimera sifatida 9 o'lchovli mavjudotdir. U yaratilish ma'budining egizagi hisoblanadi. Uning kuchi kultivatsiya orqali emas, balki u halokat konsepsiyasining o'zi sifatida namoyon bo'ladi. U Dolu olami yaratilishidan oldin mavjud bo'lgan va ruhiy holati beqarorligi sababli o'z olamini yo'q qilgan. Noyob intsidenti va unsurlari. U mutloq halokat nomi bilan tanilgan. Uning boshi asosiy elementlarini ifodalaydi. Olov, suv, shamol, yer, yorug'lik, zulmat, zahar, chaqmoq va 9-bosh halokat yo'qlikdir. Ushbu barcha elementlarning birlashuvi koinot qonunlarini butkul o'chirib yubora oladigan energiyani hosil qiladi. Asosiy kuch va qobiliyatlari buzilmas mohiyat. Uning ruhi abadiy, tanasi yo'q qilinsa ham yaratilish ma'budi mavjud ekan, u cheksiz qayta yaralishi mumkin bo'ladi. Umuman yo'q qilinishi 9 boshining to'liq yo'q qilinishi bir o'lchovli fazo vaqt tuzilishini qulatib yuborishi mumkin. Qonunlarga qarshi kuch. Uning kuchi barcha qonunlarni inkor etadi. Oddiy elementlar yoki sehrli hujumlar unga yetib bormasdan oldin yutiladi yoki yo'q qilib yuboriladi. Kuch miqyosi ko'p olamli universal daraja. U butun galaktikalar va o'lchovlar uchun yo'q bo'lib ketish darajasidagi tahdiddir. Ma'budlar uning ko'zida shunchaki ozuqa yoki mayda bezorilar xos. Tangsan, oliy ma'bud shohi, Haos hukmdori. Eng kuchli o'lchov darajasi 5-6 D cho'qqisi. Soulland 5-fasl oxirida Tangsan bir oliy ma'bud shohi darajasiga yetadi. U endi oddiy dengiz ma'budi yoki asura ma'budi emas, balki Haos G mohiyatini singdirgan va 3 ta super qon nasliga ega. U ma'bud olamining tartibini qo'riqlovchi mavjudotdir. Noyob internet va usullari Tangsan xotira va ilohiy kuchini saqlab qolgan holda to'liq reinkarnatsiyani amalga oshira olgan yagona mavjudot. U Haos G orqali deyarli barcha elementlarni boshqara oladi. Chunki bu energiya istalgan shaklga kira oladi. Asosiy kuch va qobiliyatlari dengiz ma'budi 3 tishli naysasi, asura qilichi. Uning ma'budiy qurollari oddiy ma'budiy qurol darajasidan ham oshib ketgan. Strategiya va nazorat ustasi Tangsanning eng katta ustunligi jangovar aql. U o'zidan ancha kuchli raqibning ham zaif tomonini topa oladi. Jinsha super qon nasli uning turli xil energiyalarga nisbatan immunitet bilan ta'minlaydi va ilohiy darajadagi reinkarnatsiya beradi. Kuch miqyosi yulduzlar aro ma'budiy olam darajasi. Minglab yulduzlarni boshqara oladi va sayyoralarni bemalol manipulyatsiya qiladi. Ammo uning kuchi olamni himoyalash va boshqarish bilan cheklangan. U to'liq yo'q qilishga qaratilmagan. Shu uchun ham bu jangda Aston Griffin to'liq g'olib. Tang Jin Sao asaridagi osmon o'lchovlari farq mutloq hisoblanadi. Aston Griffin 9D, Tangsan esa 5-6D mavjudotidir. Hujumi 9D mavjudotning mavjudlik yadrosiga zarar yetkazishi juda qiyin. Bu xuddi komiks ichidagi qahramon chizuvchiga musht tushirishiga urinayotgandek ko'rinadi. Asl konsepsiyada Tangsan ma'budga aylangan kultivator, Aston Griffin esa bo'shliqda tug'ilgan asl mavjudot. Dolu olamida qo'riqchi hisoblangan ajdarho qoni ham Aston Griffin iyerarxiyasidan past turadi. Hatto asl ajdarho ma'budi ham Aston Griffin to'liq shakli bilan solishtirganda yoshroq yoki kuchsizroq sanaladi. Tangsan uchun faqat bitta g'alaba yo'li mavjud. Tangsan to'g'ridan to'g'ri kuch bilan yuta olmaydi. Uning yagona imkoniyati Aston Griffin hissiyotlarini manipulyatsiya qilish yoki taktik hiyla bilan to'qnashuvdan qochish. Ammo birga bir hayot-mamot jangi bo'lsa, Aston Griffin Tangsanning mavjudligini
bitta halokatli nafas bilan o'chirib tashlaydi. Xulosa qilib aytganda, Tangsan faqat o'z olami ichida shoh, ammo Aston Griffin tizimdan tashqarida mavjud bo'lgan ofatdir. Donghua tahlili kanali Uz X-Ray barcha eng sifatli do'qolarni Banana TV platformasi orqali tomosha qilishni tavsiya qilamiz. Taxt muhri hamda Ruhlar zamini animesini ham Banana TV platformasi orqali sifatli dublyajda va original formatda tomosha qilishingiz mumkin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.